Tarkanning ehsoni butun Turkiyani, g'azolik bolakayning gaplari esa Jeki Channi yig'latdi. Turk pop musiqasining afsonasi Tarkan bolalar uchun 22 million dollar xayriya qildi. Mega yulduz bu ishini na kamera va na shov-shuvlarsiz amalga oshirdi. U 22 million dollarni Turkiyaning Sivas shahridagi qashshoq yashovchi 30 mingdan ko'proq bo'lgan bolalar uchun zamonaviy maktablar qurishga ehson qildi. Bu pullar 15 ta yangi maktab, laboratoriya, kutubxona va sport zallar qurishga yo'naltirilishi aytilmoqda. Ular Divrigi, Buyuruyun, Kangal, Zara hamda Imranli tumanlarida barpo etiladi. 2026-2027 o'quv yilidan boshlab minglab bolalarning taqdiri tubdan o'zgarishi kutilmoqda. Qo'shiqchining xayriyasini eshitgan ota-onalar mening bolam birinchi marta tuzukroq maktabga o'qiydi deya quvonchdan ko'z yosh to'kishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda hashtaglari ostida minglab minnatdorchilik so'zlari yozilmoqda. Eng kutilmagan chiqish esa Sivasdagi kichik konsert paytida sodir bo'ldi. Bu bolalar mening bolaligim. Men ham shu changli yo'llardan chopganman. Maktabga eski oyoq kiyimda qatnaganman. Bu maktablar mening bolaligim oldidagi qarzimdir, dedi titroq ovoz bilan Tarkan. U konsert davomida onasining agar boyib ketsang kimligingni, qayerdan kelib chiqqanligingni unutma degan so'zlarini yodga oldi. Qo'shiqchining bu gaplaridan keyin zalga sukunat cho'kib, yig'i ovozlari eshitila boshladi. Deyarli butun Turkiya yig'ladi. Bu bayramda butun mamlakat sen bilan faxrlanadi. Sen shunchaki pop shahzoda emassan, sen xalqning vijdonisan. Rahmat Tarkan, Sivas seni yaxshi ko'radi. Turkiya seni yaxshi ko'radi. Bolalar hech qachon seni unutmaydi kabi ta'sirli gaplar konsertning kulminatsion nuqtasi bo'ldi. Dunyo yulduzlarining qiyin vaziyatda yashayotgan bolalarga mehr-muruvvat ulashgani bu so'nggi 10 kun ichidagi birinchi holat emas. Falastinlik bolakayning so'zlari Gollivud yulduzi Jeki Channi yig'latdi. Yangi yilning birinchi kunida ijtimoiy tarmoqlarda Gollivud mashhur aktyorining videosi keng tarqaldi. Unda taniqli kino yulduzi urushning G'azodagi bolalar va tinch aholi uchun halokatli oqibatlari haqida gapirdi. Taniqli aktyor G'azo sektoridagi gumanitar inqirozdan chuqur qayg'uda ekanini aytib, falastinlik bolaning intervyusi tasvirlangan filmni tomosha qilish uni yig'latganini va bu mintaqadagi bolalarning cheksiz azob-uqubatlarini yana bir bor eslatganini aytgan. Ushbu intervyuda boladan katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan deb so'ralganda, u biz falastinlikmiz. Bizning mintaqada bolalarga ulg'ayish nasib etmaydi. Har lahzada o'qqa tutilishimiz va o'ldirilishimiz mumkin deb javob beradi. Uning so'zlarida Falastindagi bolalarning hayoti og'ir kechayotgani aks etgan. Taniqli aktyor ushbu achchiq iboraga izoh berar ekan, bu videoni ko'rganimda yig'lab yubordim va ko'z yoshlarim sel bo'lib oqdi, dedi. Channing qo'shimcha qilishicha, G'azo bolalari har kuni bombardimon ostida yashaydi va bu achchiq haqiqat ularni bolalik va kelajak haqidagi tushunchalardan mahrum qiladi. Gollivudning mashhur aktyori G'azoning har kuni bombardimon qilinishi butun dunyoga, bu mintaqadagi ko'plab bolalarning voyaga yetishi tabiiy huquq emas, balki erishib bo'lmaydigan ne'mat ekanligini eslatishni ta'kidladi. Jeki Chan G'azo xalqiga hamdardlik bildirib, jahon hamjamiyatini ushbu gumanitar inqirozda bolalar va tinch aholining azob-uqubatlariga ko'proq e'tibor berishga chaqirdi. Gollivudning mashhur aktrisasi Angelina Jolie ham yangi yil arafasida Misrdagi g'azolik bemorlar holidan xabar oldi. Aktrisa qiynalgan nochorlar bilan samimiy suhbat o'tkazdi. U 2-yanvar kuni Rafah chegara o'tish punktining Misrdagi tomoniga tashrif buyurdi. Xulosa qilib aytganda, bugun dunyo yulduzlari sahnada emas, balki insoniylik maydonida turibdi. Ular qiyin sharoitlarda yashab qolishga majbur bo'layotgan bolalarning ko'zidagi yosh orqali dunyo hamjamiyatini tinchlik va adolat sari chorlamoqda.